Ha, onasi keldingmi? Bitta ovqat qil, qo'ring och qoldi. İşe derdingiz oshqozon, kuydirdingiz meni. Ajrashamasizda ne? Ha, yana nima bo'ldi? Gapdan kelyapsiz. Kimnidir eri Malibu, kimnidir eri yana iPhone 17 olib berdimi? Nima bo'ldi? Ha, olib berdi. Siz menga bir dona bir munchoq olib berolmaysiz. Hoy qizim, qoshing terma, ersiz qolasan. Noningni qizartirib yop. Pazanda bu, ersiz qolasan desa, er degani zo'r narsa deb o'ylabman. Hech ham zo'r emas ekansiz. Bu er degan alpomish bo'lsa kerak deb o'ylabman. Alpi ketib bishi qolgan. Detingiz qursin sizni. Dugonalarimni eri tug'ilgan kuningga sovg'a deb 6 kunga Malayziyaga chipta olib beribdi mana. Men enamni uyi, erimni uyi. Enamni uyi, erimni uyi. Boshqa hech qayerda ko'rganim yo'q. Bajaringiz qursin. Gapirib bo'ldingmi? To'rayimda ovqat qilqay. Qo'ring och qolib ketdik. Men qarang, qo'ying endi yozdi kuni kim ketmon chopadi, ye. Men jiyanim iPhone telefonini olib kelaman, korobkaga solib, men xotinjon deb menga sovg'a qilasiz. 17 Pro Max sangiz sovg'a deysiz. Keyin men uni videoga olib, dugonalarim gurpasiga tashlayman. Qanday? Yolg'onki bu onasi. Qarada shu fikrlash doirang bu to'g'rida sani. Biliming yo'qda qara, gapirgan gapingni qara. O'misan, onasi bilasanmi shuni? Bilaman. O'qiyman deganimda, o'qish nima kerak qiz bolaga? Erga tegasan deb dadam sizga berib yuboruvdi. Esiz.